Yer shari ovozi xabar torining xabariga asoslanganda, O'rta Osiyodagi rus tili yondosh ishlatiladigan davlatlarda yashaydigan Uyg'urlarning tirishchanligi bilan Uyg'urlar va Uyg'ur madaniyatiga vakillik qilgan emojilar ijtimoiy taratqulardan biri bo'lgan Telegramda keng ko'lamda ishlatilishga boshlagan. Uyg'ur diyorida yashaydigan Uyg'urlarning eng aqalli kishilik huquqlari Xitoy hokimiyati tomonidan ig'ir dafsandijlikka uchrayotgan bir mazgilda rus tili yondosh qo'llaniladigan O'rta Osiyo davlatlari, jumladan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi taxminan 350 mingdan ortiq Uyg'ur aholisi ijtimoiy taratqulardan foydalanib erkin fikr qilish huquqidan bahramand bo'lmoqda ekan. Rossiyadagi Biz Uyg'urlar nomli bir guruhga o'zining tor betida Uyg'ur tarixi, madaniyatiga oid nurg'un yozma materiallarni e'lon qilgan. Bu yil 6-oyning oxirida mazkur guruhga sobiq Sovet ittifoqidan parchalanib mustaqil bo'lgan davlatlarda keng qo'llaniladigan Telegramda Uyg'urlarning an'anaviy kiyim-kechak, yemak-ichmak madaniyati aks ettirilgan bir yurish emojilarni yasab tarqatgan. Bu emojilar Telegram qo'llanuvchilarining yoqtirishiga erishgan. Biz Uyg'urlar guruhining boshqaruvchisi va bu emojilarning loyihaliguvchilaridan biri bo'lgan Begna Uyg'ur Yer shari ovozi xabar torining ziyoratini qabul qilib mundaq degan: Bizning birinchi maqsadimiz boy va qadimiy Uyg'ur madaniyatini to'rdoshlarga tanishtirish. Ikkinchi maqsadimiz to'rdoshlarni konkret ijtimoiy uchurlar bilan ta'minlash. Navbatda ona vatanimiz Uyg'ur elida Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib chiqqan davlatlarda yashaydigan Uyg'urlarmi turli besim va kamsitishlarga uchramoqda. Şuna biz medeniyetimizin simvolları aks ettirilgan bu bir yurish emojilar orqali Uyg'urlarning qalbini umid va iftixorlik bilan to'ldirishni umid qilamiz.